Menga maslahat kerak bolalar. O'yinni qidiring, o'yin yana oching. Menga maslahat beringlar. Давайте bola like bosamiz, obuna bo'lamiz. Like tugmasini bosing va obuna tugmasini ham bosib qo'ying, chunki biz yaqinda 900 mingta bo'lamiz bolalar. Qizlar o'zi streamerni xursand qiladigan narsa, o'zini obunachilari unga like bosishi, unga obuna bo'lishi, hurmat qilishi, yaxshi kommentariy yozishi streamerni xursand qiladi va baxtli qiladi. Shuning uchun meni baxtimga hissangizni qo'shgan holda like bosing va obuna bo'ling. Like bosganingiz va obuna bo'lganingiz uchun men hozir bittasini topib o'ldiraman. Men topdim uni. Qaranglar. Tak, u birinchi etajda. U mana bu yerda. U mana shu uyda. U mana shu uyda 100%. Men eshitdim uni, men eshitdim, prям eshitdim men uni, shu mana shu yerda edi. Tak. Mana shu uyda yugurib ketganini va mana shu uyga kirganini eshitdim. Yo'q, bu yerda yo'q. Давайте like'imizni 8000 ta qilamiz do'stlar. Let's go. Stream'i 2000 ta odam ko'ryapti. Nimaga? 2000 ta odamdan 740 ta odam like bosmasdan ko'ryapti ekan. 915 ta odam obuna bosmasdan ko'ryapti ekan. Menga ko'rinadi kimlar like bosgan, kimlar obuna bosgan. Даже juda ham ko'p odamlar chatga yozyapti. Men kommentariyasini o'qiyapman, rahmat albatta, lekin yozayotgan payt nikilarning chetida подписан yoki qavus ichida ne подписан ko'rinadi. Ne подписан degani obuna bo'lmagan degani. Chatda yozyapsizlar, kommentariy yozyapsizlar, lekin obuna bo'lmasdan. Давайте mana shuni obuna qilib qo'yaylik. Bunda chatda yozgan paytingizda подписан deb ko'rinsa, mana shunda xursand bo'ling. Vo, mana shu odam hurmat qilibdi meni va obuna bo'libdi. Men xursand bo'laman. Rahmat kattakon. Bitta odam ko'chada edi. Men eshitdim u ko'chada like obuna so'rayotgan paytim. Men eshitdim. Xonaga kirib ketdi, qaysidir xonaga. Men eshitdim axir o'sha xonani. No, kirdi. Qaysi xona edi u endi? Tak, bu yerda faqat kiyimlar. Bu yerda hech kim yo'q, xabar bir. Bu yerda hech kim yo'q. Menga yordam beringlar, ko'ryapsizlar. Men uyni ham qidirdim. 3 dona odam qoldi 50 tadan. Yoki tan beramizmi? Qochganini qaranglar, uni qo'ravoydi. Davay, bola, o'yin qizg'inlashdi. Hoppa. Let's go. Siz 3-o'rinni oldingiz, 3-o'rin. Tabriklayman. Qaranglar. Men bu yerda qaranglar. Hoppa. Men ko'rdim. Tipa o'zimni ko'rmaganingga soldim, lekin ko'rdim. Bola, yordam beringlar, mana shu yerda, 100% mana shu yerda. Qimirladi-da personaj. Ikkinchi etajda ekan. Ikkinchi etajda, mana bu yerda. Opana. Bola, ikkinchi etajda, men eshitdim uni ovozini. Ana. İkinci o'rinni oldim ashkir. Krisacha. Yevo qasam, ikkinchi o'rinni oldi. Oxirida bitta odam qoldi. Bitta odam qayerda u? Endi qayerda bolalar bitta odam? Ana topdim. Eshitdim. Ana. Oxirgi qolgan odam mana shu edi. Manaman. Mana shu bolaga men orужиямni beraman. Meni otib o'ldiring. Men sizga orужие. Oting. Nima dey? Pustoy-ku, hech nima yo'q-ku. Bo'ldi do'stlar. Oxirgi qolgan odam mana shu bola edi, vashshe gap yo'q, молодцы. Lekin men shu safar qanday bo'lib hammani topdim-ey? Professional bo'pman anchagan bekir nima cho'qda. Давайте do'stlar, like bosamiz. Go, like'imizni 8000 ta qilib qo'yamiz. Go, salom, qandaysiz? Men zo'r o'zinglar